Assalomu alaykum. 6-chi mavzusi issiqlik o'tkazuvchan jarayonining differensial modeli. Mavzu rejasini tashkil etaman. Issiqlik almashinuv usullari haqida umumiy tushuncha, Fourier qonuniy va matematik ifodasi, keyingi reja issiqlik o'tkazuvchan differensial teoremasi, keyingi reja uchun boshlang'ich va chegara shartlari, 5-chi rejamiz modellash va masalalar yechimi, 6-chi reja fizik taqvimi va amaliy qo'llanilishi. Issiqlik almashinuvi usullari haqida umumiy tushunchalar berib o'tamiz. Issiqlik almashinuvi bu jismlar orasida yoki bir jism ichida harorat farqi sababli energiyaning bir holatdan boshqasiga o'tish jarayoni. Tabiatda issiqlik energiyasi 3 asosiy usuldan tarqaladi. Birinchisi issiqlik o'tkazuvchan, ya'ni bu usulda issiqlik modda zarralarining mikroskopik harakati natijasida bir nuqtadan ikkinchisiga o'tadi. Molekulalar to'qnashuvi yoki tebranish orqali energiya uzatiladi. Faqat qat'iy jismlarda ayrim hollarda suyuqlik va gazlarda ham kuzatiladi. Harakat molekulalarni joyidan siljimasdan sodir bo'ladi. Harorat baland bo'lgan joydan past harorat tomonga oqadi. Bunga misollar qaraymiz. Metall tayoqning bir uchi qizdirilsa, ikkinchi uchi ham asta-sekin qiziydi. Mana bu holatimizda, ya'ni mikroskop holatda zarrachalarni bir-biriga o'tkazilganlik natijasida ikkinchi uchi ham asta-sekin qiziy boshlaydi. Binolarning devorlarida issiqlikning chiqib ketishi. Mana shu ham misol bo'la oladi. Ikkinchi holatimizda konveksiya. Konveksiya bu suyuqlik va gazlarda issiqlikni almashinuvi. Qarang. Konveksiyaning o'zi bu issiqlik energiyasining suyuqlik yoki gaz zarrachalarining makroskopik harakati orqali tarqalishidir. Tabiiy konveksiya bu issiq va sovuq zarralar zichligi farqi tufayli harakat sodir bo'ladi. Masalan, havoning yuqoriga ko'tarilishi. Mana shunday misol bo'la oladi. Majburiy konveksiya, ya'ni majburiy konveksiyada ma'lum ta'siri. Masalan, nasos orqali oqim hosil qilinganligi. Mana shuni olishimiz mumkin. Ikkinchi holatimizga misollar qaraymiz. Issiqlik, ya'ni bu suvning yuqoriga, sovuq suvning pastga harakatlanishi. Yoki radiator atrofidagi havo oqimi. Uchinchi holatimizda esa nurlanish. Ya'ni biz buni radiatsiya ham deb ataymiz. Issiqlik elektromagnet to'lqinlar orqali vakuumda ham tarqaladi. Bu usulda issiqlik energiyasi nurlanish shaklida uzatiladi. Nurlanish haroratga bog'liq, ya'ni harorat oshgan sari nurlanish kuchayib boradi. Har qanday modda, hatto sovuq jismlar ham nurlanadi. Lekin issiq jismlar sovuq jismlarga nisbatan ko'proq nurlanadi. Bunga misol tariqasida biz quyoshdan yerga kelayotgan issiqlikni tushunishimiz mumkin. Yoki iqtidor faoliyatda ma'lum bo'lgan pechkadan chiqayotgan infraqizil nurlar. Mana shularni ochish mumkin. Ikkinchi rejaga o'tamiz. Fourier qonunining fizik va matematik ifodasi. Fourier qonunining fizik mazmuni, ya'ni Fourier qonuni issiqlik o'tkazuvchanlik jarayonida issiqlik oqimining yo'nalishini va intensivligini tavsiflaydi. Ya'ni bu qonun quyidagicha tushuntiriladi. Harorat farqi mavjud bo'lgan har qanday nuqtada issiqlik yuqori haroratli sohalardan past haroratli sohalarga qarab oqadi. Va bu oqim harorat gradientiga proporsional bo'ladi. Yuqori haroratli nuqtadagi molekulalar ko'proq energiyaga ega bo'ladi va ular past haroratli molekulalarga energiyasiga uzatiladi. Bu jarayon mikroskop tebranishlar va to'qnashuvlar orqali amalga oshadi. Biz bu jarayonda, ya'ni matematik ifodasini, ya'ni quvvati inska, ya'ni
Bittasi dx ko'rinishda olishimiz mumkin. Buni quyidagicha ham jadval asosida qurib o'tamiz. Berilgan, ya'ni Q bizga ma'lumki, issiqlik oqim, ya'ni zichligi yoki issiqlik oqim tezligi deb qaraymiz. Mana buning birliklari K issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti birligini keltirib o'tganmiz. Bu yerda aynan minus ishora qo'yganimiz issiqlik oqimi harorat kamayadigan yo'nalishda ekanligini bildiradi. Ya'ni bularga past haroratli molekulalar tomon harakatlanadi. Xo'p, bittasini dx oladigan bo'lsak, ya'ni bu yerda bu harakat gradienti. Harakat gradienti ya'ni ikki yo'nalishda bo'ladi. Birligimiz mana bu kilometr metr ko'rinishda olamiz. Furul qonunning fizik mohiyati. Ya'ni bu holatda issiqlik oqimi har doim harorat kamayadigan yo'nalishda bo'ladi. Issiqlik oqimining kattaligi harorat gradientiga proporsional bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti K moddaning turiga, ya'ni holatiga bog'liq. Moddani bizga ma'lumki, qattiq, suyuq va gaz holati bo'lsin. Bu holatiga va haroratiga bog'liq ravishda o'zgarib boradi. Bu yerda K yuqori bo'lgan materiallar, masalan, mis va alyuminiyni oladigan bo'lsak, bu yaxshi issiqlik o'tkazuvchilar hisoblanadi. Agar K kichik bo'lgan materiallar, bizga ma'lumki, yog'och va plastmassalar. Bunda esa issiqlik izolyatorlari hisoblanadi. Uchinchi, issiqlik o'tkazuvchanlikning differensial tenglamasi. Issiqlik o'tkazuvchanlik differensial tenglamasi issiqlik energiyasining qism ichida qanday tarqalishini matematik tarzda ifodalovchi tenglamasi. U Fourier qonuni va energiyaning saqlanish qonuni asosida hosil qilinadi. Bu tenglama issiqlik o'tkazish jarayonining nazariy asosini tashkil etadi. Fourier qonuni bir o'lchovli hol uchun qarab o'tamiz. Ya'ni mana bu holatimizda issiqlik oqimi zichligi, ya'ni Q minus K bittasi dx ko'rinishda. Issiqlik energiyasining saqlanish qonuniga biror tananing elementlar hajmida issiqlik energiyasi saqlanishi, ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bizga ma'lumki, mana bu R'ning o'zi moddaning zichligi. Birligi mana kilogramm pasr metr. Bu esa moddaning issiqlik sig'imi. Birligini keltirib o'tganmiz. Bu vaqt bo'yicha harorat o'zgarishini oladi. Keyingisi issiqlik o'tkazuvchanlikning differensial tenglamasi, ya'ni Fourier tenglamasi qaraganmiz. Yuqorida ikki tenglamani birlashtiramiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi tenglamasi bo'ladi. Ya'ni tenglashtirganimiz natija. Agar bu yerda K doimiy bo'lsa, buni biz bir jinsli differensial tenglama deb ataymiz. Ya'ni bu yerda o'zida ma'lum alfani o'zi K tarafini S. Bu issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti yoki issiqlik tarqalish koeffitsiyenti deyiladi. Birligini o'tganmiz. Keyingi holatimizda uch o'lchovli umumiy ko'rinishi. Ya'ni bu uch o'lchovli umumiy ko'rinishi mana bu ko'rinishda. Bu tenglama parabolik turdagi differensial tenglama bo'lib, u haroratning fazoda va vaqt bo'yicha qanday o'zgarishini ifodalaydi. Bularga doir, ya'ni birinchi tartib, ikkinchi tartib differensial tenglamalar. Sizga ya'ni matematik muallimimiz ularga doir misollarimizni qarab o'tamiz. Amaliy misollarni qarab o'tamiz. Bu yerda bir o'lchovli navda boshida qizirilgan va issiqlik chetga qarab tarqaladi. Bu holatda boshlanish shart kiritib o'tganmiz. Mana bu x0, bu yerda t0 x ga teng. Bu holatimizda chegaraviy shartlarimizni ham kiritganmiz. Mana bu chegara shartlari deb yozganmiz. Holatimizda bo'ladi. Buning tenglamasi esa mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu holatimizda grafikda mana bu funksiyasi orqali ko'rsatiladi. Bu koordinata va
vaqt o'tishi bilan haroratning tarqalishini hosil qilishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek boshlanish shart, ya'ni bu shart vaqtning boshlanishida, ya'ni terminal butun sohada harorat taqsimotini qo'llaydi. Harorat taqsimotini biz mana bu holatda qaraganmiz, lekin bu yerda x ning qabul qila oladigan qiymatini mana bu a bir intervalda qaraymiz. Qaysidir orasi. Biz aytib o'tganmizki, mana bu f x dastlabki harorat taqsimoti x fazadagi qaraganasi boshlanish vaqt. Yuqoridagi fizik mazmunni oladigan bo'lsak, vaqt boshida har bir nuqtadagi haroratni belgilaymiz. Ya'ni o'ylaylik, vaqt o'tishi bilan haroratning pasayib borishi yo aksinchalik o'sib borishini qarashimiz mumkin. Mana shu bizga mazmunni anglatadi. Chegaraviy shartlarni qaraganmiz. Bu chegaraviy shartlarda, ya'ni birinchi holatimizda driftli turini qaraganmiz. Driftli turida, ya'ni mana bu ko'rinishni olganmiz. Ya'ni biz driftli turida biz yuqorida aytganimizdek, segmentda, ya'ni A B orasida qaraganimizda bu T1 holatda, bu esa T2 holatimizdagi mana bu shartlarimiz tutgan. Ya'ni chegaraviy shartlar. Bu shart haroratni berilganligini bildiradi. Masalan, navdaning uchlari doimiy haroratda turiladi. Bir holatimiz, ya'ni Neyman turi. Bizga ma'lumki, Neyman turida mana bu holatimizda, ya'ni issiqlik oqimi. Issiqlik oqimida ham mana bu holat bo'ladi. Ya'ni ko'pirti, qo'yishdi, mana bu. Bu shart issiqlik oqimi yoki issiqlik oqimi zichligi deb ataladi. Ya'ni issiqlik oqimi berilganligini bildiradi. Fizik jihatdan qandaydir issiqlik miqdori tashqariga chiqayotganini yoki tashqaridan issiqlik kirmayotganligini bildiradi. Keyingi rejamiz modellash va masalalar yechimi. Ya'ni buni matematik modelni va umumiy masalalarga qarab o'tamiz. Ya'ni bu holatimizda birinchi fizik modelni yaratish, masalan, 1 metr uzunlikdagi metal novda boshida qizdirilgan, novdaning uchlari sovuqlikka tutashgan va haroratini o'zgartirgan. Vaqt o'tishi bilan harorat novda bo'ylab tarqaladi. Ikkinchi matematik modelni quradigan bo'lsak, dinamik issiqlik o'tkazuvchanlik. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi matematik modelni olishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, bunga boshlanish shart. Mana buni olamiz. Chegaraviy shartlar esa mana buni olishimiz mumkin. Ya'ni chegaraviy shartlar va boshlanish shartlari holatda. Bu holatimizda mana bu holat kelib qoladi. Bu yerda alfaning qiymati agar 1 ga teng deb qaralyapti bu yerda. Mana bu t x bu nuqta x da va t vaqtda haroratni anglatyapti. 1 gradus Celsiyda ekanini. Keyingi holatimizda analitik yechimini qaraymiz. Ya'ni bunda ajratish usuli. Ya'ni bu masalada, ya'ni bu klassik bo'lib, yechim shakli quyidagicha bo'ladi. Bizga ma'lumki, mana bu holatimizda berilgan bo'lsin. Bu formulada o'zimizga ma'lumki, mana bu boshlanish taqsimoti x funksiyasi. Bu esa vaqt o'tishi bilan haroratning bo'lishi qarashimiz mumkin. Natijani yuqoridagi, ya'ni tahlil qilamiz bu holatimizda. Bu agarda vaqt tekshirilishga intilganda temperatura bu yerda 0 ga keladi. Ya'ni butun novda sovib boradi. Graf bilan modellashtirish buni qisqacha tasvirlab o'tamiz. Ya'ni quyidagicha, ya'ni agar nol bo'lsa, harorat eng yuqori nuqtada. Ya'ni sinus shaklida, ya'ni sinusoida o'qiladi. Eng yuqori nuqtada bo'ladi harorat ko'rsatkichi. Agar 0.10 dan 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa